Raspakovka chek. Siz ham bozordan palon pulga kiyimlar olishdan charchadingizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Sababi men 5 yildan beri o'zim uchun chet davlatlarda arzon va sifatli tovarlarni zakaz qilaman. Aynan shu sumka menga juda ham yoqqanda, kargolari bilan menga 80 mingga tushdi. O'zimizda anchagina qimmat ko'rgandim, ya'ni 150 ming, 180 ming atrofida. Aynan shu futbolkani erim uchun zakaz qilgandim. Bilasizlar, murskoy narsalarni ham bemalol siz chet davlatlardan o'zini narxida olishingiz mumkin. Sifati menga juda ham yoqdi. Hozir o'zim homilador bo'lganim uchun aynan mana shu shimni zakaz qildim. Sababi bilasizlar, o'zimizda shimlar 300 ming, 250 mingdan boshlanadi. Bu shim esa menga kargolari bilan 120 mingga tushdi. Keyingisi bu o'zim uchun futbolka. Xitoyda o'zini narxida 35 ming so'm ekan, kargosi bilan menga attiga 55 mingga tushdi. Chexollarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Sababi chexollar Xitoyda suv tekin 2 ming, 3 ming so'mdan boshlanadi. Uyda o'tirgan ayol va qizlar bemalol chetdan zakaz qilish o'zi uchun o'rganib, anchagina pulini tejab qolsa ham bo'ladi. Yoki kam-kamdan tovar olib kelib, o'zini onlayn biznesini boshlab, uyda o'tirgan holatda yaxshigina daromadga ham chiqsa bo'ladi. Chunki mana Xitoydagi narxlarni ko'rib turibsizlar. Ko'pchilik o'ylaydi, Xitoydan sifatsiz narsa keladi deb. Aslida esa unaqa emas. To'g'ri zakaz qilishni, to'g'ri kargochilar orqali olib keltirsangiz, tovaringiz sifatli ham keladi va qimmatga ham tushib ketmaydi. Endi nimaga Xitoyda tovarlar arzon deydigan bo'lsanglar, Xitoy ishlab chiqarish bo'yicha o'zi birinchi o'rinda turadi. Sizlar meni kursimda bitta emas, ikkita emas, 7 ta davlatdan o'zini narxida zakaz qilishni o'rgansanglar bo'ladi. Agar sizlar ham shunaqa tovarlarni o'zini narxida olishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, menga Telegramdan yozinglar.